Bugun dunyo go'zalliklariga boy, ko'ngli beg'ubor, nigohi pok, kelajagimiz egalari bo'lgan bolajonlarning bayrami. Farzandlarimiz hayotimizning eng bebaho ne'mati. Yuragimiz quvonchi va kelajagimiz umididir. Ularning tabassumi quyoshni eslatadi, quvonchi butun olamga nur taratadi. Har bir bola mehr, e'tibor va himoyaga loyiqdir. Keling, bolalarimizga mehrli dunyo, sog'lom hayot va baxtli kelajak qurish uchun harakat qilaylik. Ularning har bir orzusi ushalsin, bolaliklari shodon va nurli bo'lsin. Bayram muborak bo'lsin, aziz bolajonlar.